China is, in my judgment, the greatest long-term geopolitical threat to the United States. Amerika Dövlət Məclisinin əzası Kıruз 2 mart günü Dövlət Məclisində söz qılıb, Xitayning Amerikaga ən çox təhdid ekanligini ta'kidlagan. O sözüdə Huawei şirketining Xitay Kompartiyasining sadiq jasusluq organi ekanligini, Amerikaning cho'qim bu şirketni o'zining kuzatish va diqqat qilish tizimligiga kirgizish kerakligini eskartgan. O yana Xitayning kelgusida Amerikaning davlat xavfsizligiga nisbatan eng chong geosiyosiy tahdid shakllantiradigan bir kuch bo'lib qolganligini qayta tilga olgan. O mundaq degan: Xitaydan keladigan tahdidlarga taqobil turish uchun tövəndəki 4 tədbirni elishimiz kerak. Birinchi, o'zimizni Xitayning jasusluq harakatlari va uning buzg'unchiligidan qo'g'dishimiz kerak. Ikkinchi, muhim boyliq manbalarimizning ta'minlash liniyasidan Xitoyni ayirib tashlashimiz va ularni Amerikaga qaytarib kelishimiz kerak. Uchinchi, barliq savdo sanoatlarimizni Xitoyning sistemalik qiyin-qistoq, o'ldirish va irqiy qirg'inchilikni o'z ichiga olgan kishilik huquq dafsandichiliklariga aralashib qolishdan saqlashimiz kerak. 4-chi, davlat manfaatimizni qo'g'dash uchun keskin raqobatlashishimiz kerak. Number 3, we should insulate all commerce from enabling the Chinese Communist Party's human rights abuses, including their systematic pattern of torture and murder and genocide. Amerika Dövlət Məclisinin Kengash Palata a'zosi Kıruz izchil holda Amerikaning Xitoyga qarshi qattiq pozitsiyada bo'lishini tashabbus qilib kelayotgan siyosatchilarning biri. Bir Amerika xabar to'rining dangliq riyosatchisi Liz Wheeler o'z programmasida Kıruzni jigarlik Kengash Palata a'zosi deb ta'riflagan edi.